Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, bütün dünya musulmonlari Saudiyaga umra ibodatini bajarish uchun yig'ilib keldi. Shular qatori O'zbekistondan ham hamyurtlarimiz juda ko'plari kelyapti. Azizlar, kelayotganlarimizga bir tavsiya. Namoz o'qiyotganimizda albatta sunnatni ado qiling. Sunnat namozi. Ba'zi birlari farzni o'zini o'qiblar, musofirmiz, bizga bo'laveradi degan gapni ham aytadi. Yo'q, sunnatga ham o'qing. Chunki siz O'zbekistondan umra qilaman deb kelayotganingizda sunnatni ihyo qilaman deb kelyapsiz. Bu sunnat nima edi? Sunnat umra. Umra sunnati muakkada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'kidlagan sunnat. Shu bir sunnatni niyat qilib ihrom bo'ylashlik bilan farzga aylanadi, vojib bajarishlik. Lekin u bir sunnatida asli. Shuni singari namozimizdagi sunnatlarni ham albatta to'liq ado etishligimiz. Bombodda kelgan sunnati xoyrun minat dunyo va ma fiha deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bombodda sunnati dunyo va dunyo ichidagi hamma narsadan afzaldir deganlar.